Siz do'konda xarid uchun to'lov qilyapsiz. Bank kartangizni uzatasiz va bunga javoban kartaga o'tkazib bersangiz bo'ladimi degan gapni eshitasiz. Tanish vaziyat, shunday emasmi? Haqiqatdan ham bugungi kunda P2P o'tkazmalar, ya'ni jismoniy shaxslar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri pul o'tkazmalari qulay va keng tarqalgan to'lov usuliga aylangan. Biroq bunday format ayrim holatlarda haqiqiy daromadlarni yashirish vositasi sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Agar tadbirkor tovar yoki xizmatlar uchun to'lovlarni P2P orqali qabul qilib, olingan mablag'larni rasmiy hisob-kitoblarda aks ettirmasa, bunday harakatlar soliq qonunchiligini buzish sifatida baholanadi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, bunday holatlar bir marta kuzatilmayapti. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim tadbirkorlar faoliyati davomida jismoniy shaxslarning bank kartalariga jami 21,5 milliard so'm mablag' qabul qilgani aniqlandi. Tekshiruvlar yakunlari bo'yicha 464 ta tadbirkorlik subyektiga nisbatan jami 7 milliard so'mdan ortiq moliyaviy jarimalar qo'llanildi. Tadbirkorlar barcha tushumlarni ularni olish usulidan qat'iy nazar hisob-kitoblarda aks ettirishlari shart. Shuningdek, mijozlar bilan hisob-kitoblar fiskal chek berish orqali amalga oshirilishi lozim. Jismoniy shaxslar esa shuni unutmasliklari kerakki, tovar yoki xizmatlar uchun muntazam ravishda pul qabul qilish tadbirkorlik faoliyati sifatida baholanishi mumkin.